eringiz sizga uxashi chiqmayaptimi? Sizga gol, fon, mashina, telefon olib bermayaptilarmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, men sizga 3 ta ayollarni o'rgatib qo'yaman. Uchinchisi, eng asosiysi. Birinchisi, bu javob mo'mijolidan qolgan o'sha klassika yig'lash. 1, 2, 3. Onasi nima bo'ldi? Men bugullab qo'ya qol, men xafa qilib qo'ydimmi sen? Kechir, xafa qildim. Yur, sen restoranlarga olib boraman. Bo'ldi, kechir. Iltimos, yur, kechir meni. Ikkinchisi, agarda tug'ilgan kuningizga darsni xohlayotgan bo'lsangiz, eringizdan mashina so'rashingiz kerak. Hayotim, tug'ilgan kunimga mashina olib bering. Voy, hozir mashina ololmayman. Voy, aytgandek, Dyson qolyapti-ku. Yur, Dyson olib beraman, yur. Yur, Dyson olib beraman. Yur. Uchinchi usul, hamma yo'l deb nomlanadi. Buni yaxshilab ko'rib borganingiz kerak. Hayotim, shunaqa telefon ishlatib yuribsizmi? Ahvolini qarang, sizdek odam shunaqa telefon ishlatsa, uyat bo'ladi. Yuring, sizga iPhone 7 Pro Max olamiz. Hamma o'rtog'ingizlar yo'q. Hayotim, Terabyte'da Yunusobod filialida iPhone, Samsung, Redmi, MacBook, Notebook xullas istalgan telefoningizni 12 oydan 24 oygacha boshlang'ich to'lovsiz, pasport, plastik karta yoki texpasportga xarid qilishingiz mumkin ekan. Kechirasiz, biz iPhone 17 Pro Max olmoqchi edik. Kelinglar o'tiringlar. Hozir olib, keyin to'laysiz. Eng asosiysi, iCloud qo'yilmaydi. Korobka dokumentlarni ham berib borishayotgan. Bundan tashqari, Terabyte'dan qilingan xaridingiz uchun bonus sifatida Dyson printerolarini ham sovg'a qilishayotgan. Zo'r-ku. O'rtoq, Terabyte do'kon вообще zo'r ekan, Yunusobodda. Orientir shundan Mega Planetda oldida. Bo'pti, o'rtoq, gaplashamiz kechga. Xo'p. Вообще zo'r ekan, ha. Yaxshi kunlaringizga ishlating hayotim. Mana iPhone 13, 12 necha bu telefon ish qilib, mamlari silab ham tushib ketgan telefon. Men shuni ishlataveraman, mayli. Men buni ishlatib qo'yaman. Yo'q, endi chiroyli desang yarashadi, sen anaqa qilib. Yo'q, sizga hozir. Men Dyson Yo'q, men ayollarni buni ishlatib qoling. Voy, chiroyli telefon ekan, mana shu o'zi rosa kerak bo'lib turuvdi. O'rgandingizmi?